Kat mahalladan yana bitta yangi uyimiz tayyor bo'libdi o'rtoqlar. Assalomu alaykum. 3 sotuv yer maydoniga ega bo'lgan, umumiy kvadraturasi 360 kvadraturani tashkil qiladigan, xonalar soni 5 tadan tashkil topgan, ikkinchi qavat, birinchi qavat va to'liq podval tashkil qiladigan uyimizni obzorini qilib beramiz bugun sizlarga. Ko'rib turganlaringizdek, biz уже hovlisidamiz. Burchakda hovli uchun mo'ljallangan hojatxona, kirgan yilida chap qo'lda qo'yish uchun joy, mashina uchun bitta joy mavjud. Undan tashqari uyimizning tashqarisida ham mashina uchun joy bor albatta. Asosiy kirishimiz to'g'rida, undan tashqari podval orqali kirishimiz ham mumkin. Kichkinagina zelenoy zona uchun joy tashab ketishgan. Uyimizning ichiga kirib obzorni davom ettiramiz. Uyimizda ham klassika, ham neoklassika stilini yoqtiradiganlar uchun ma'qul keladi birday deb o'ylayman. Kirgan yilida hol, gostinniy hol qilib shunaqa joy qilib qo'yishgan. To'g'rimizda mehmonxonamiz mavjud. Kirgan yilida 10 qo'lda bo'lsa oshxonamiz o'zini mebeli bilan qilib qo'yishgan. U yoqdan keyin shu yurgan yilida ikkinchi qavatga chiqish va podvalga tushishimiz mavjud. Birinchi qavatda albatta master spalni, ya'ni ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz mavjud bo'lib, o'zini sanuzel va garderobnasi bilan birgalikda. Albatta undan tashqari birinchi qavat uchun mo'ljallangan sanuzelimiz ham mavjud. Video davomida ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Endi sizlar bilan ikkinchi qavatga chiqib obzorni davom ettiramiz. Ikkinchi qavatga ham chiqib oldik azizlar. Ikkinchi qavatda ham shunaqa kattagina hol va albatta balkonimiz mavjud. Chap qo'limizda birinchi qavatdagi, ikkinchi qavatdagi birinchi yotoqxonaga ko'zinglar tushadi o'rtoqlar. Yana chap qo'limizda zinadan chiqqan yilida to'g'rirog'i 10 qo'limizda ikkinchi qavatdagi ikkinchi yotoqxonamiz. Eng oxirgi yotoqxona bo'lsa, ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona hisoblanib, xuddi birinchi qavatdagi ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonaga o'xshaydigan planirovka, bir xil planirovkada garderobni va sanuzellari bilan qurib qo'yishgan. Va albatta ikkinchi qavat uchun mo'ljallangan umumiy yuvinish xonasi. Podval qismiga qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsam o'rtoqlar, umumiy kattagina hol qilib qo'yishgan. Uy tegini to'liq podval tashkil qiladi va undan tashqari kotelnamiz mavjud. To'liq ma'lumotni pastdagi raqamlardan yoki Telegram kanalimizdan olsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar.